Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi G'aniyeva Sayyoraman. Sizlar bilan bugun ushbu video darsimda STEM ta'lim tizimi mavzusi haqida qisqacha gaplashmoqchiman. Birinchi rejamiz, ya'ni mavzuga rejalar tanlab olganmiz. Birinchi rejamiz STEM yondashuvi o'quv samaradorligiga qanday ta'sir qiladi? Ikkinchi rejamiz STEM yondashuvi bizning ta'lim hamda ta'limga bo'lgan qarashimizni o'zgartirmoqda. Uchinchi rejamiz esa 2014-yilda Quddusda bo'lib o'tgan STEM Forward xalqaro konferensiyasi haqida. Endi STEM yondashuvi o'quv samaradorligiga qanday ta'sir qiladi? STEMning asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Chunki biz ma'lum bir narsani o'rganishimiz davomida ham qo'limiz hamda miyamizni ishlatsakkina yuksak darajalarga, ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'lib borishimiz mumkin. Ya'ni shunchaki sinf devorlaridan o'rganish tez o'zgaruvchan hamda zamonaviy dunyo bilan hamqadam emas. STEMning asosiy farqi shundaki, bolalar ma'lum bir bilimni muvaffaqiyatli o'zlashtirish bilan bir qatorda amalda ham bajarib ko'radilar. Ya'ni o'rgangan bilimlarini o'qib ham oladilar. STEM yondashuvi bizning ta'lim va ta'limga bo'lgan qarashimizni o'zgartirmoqda. Amaliy qobiliyatga e'tibor berib, talabalar o'zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. Ushbu ko'nikmalar bilimlar asosiy ta'lim vazifasini tashkil etadi. Ta'limga ushbu yangi yondashuv qanday paydo bo'ldi? Bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir. STEM Amerikada ishlab chiqilgan ba'zi bir maktab bitiruvchilarining martabalarini e'tiborga olishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEM ta'lim tizimi shu tarzda shakllandi. Keyinchalik bu yerda ART qo'shildi va endi STEM oxirigacha shakllandi. O'quvchilar ushbu mavzular, aniqrog'i ushbu fanlardan bilimlarga kelajakda talabalarning yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga yordam beradi deb hisoblashdi. Oxir-oqibat bolalar yaxshi bilim olishga intilishadi va uni darhol amalda qo'llashadi. So'nggi 10 yilliklardagi o'zgarishlar yoqimli, ammo bu bizni bir qancha tashvishlarga ham soladi. Chunki STEM ta'lim tizimi paydo bo'lgandan keyin ilgari duch kelmagan muammolar yoki bo'lmasam ilgari mavjud bo'lmagan ish o'rinlari yoki bo'lmasam yangida texnologiyalar ishlab chiqilib boshladi. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchilar o'qitadigan bilimlar va mahoratlar va talablarga javob beradimi yoki yo'qmi deb o'ylashlari kerak. O'zingizning g'oyangizni topishga bilim yordam beradi, ammo haqiqiy ish bu g'oyani haqiqatga aylantiradi. Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimdan fikrlash, ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. So'nggi 10 yillikdagi o'zgarishlar yoqimli, ammo shu bilan bir qatorda bizni xavotirga soladi. Ushbu yangi narsalarning ixtiro qilinishi bilan bog'liq odamzod hali ilgari duch kelmagan muammolar ham yuzaga kelmoqda. Ya'ni kundan kunga yangi ish turlari hamda yangi umuman oldin mavjud bo'lmagan kasbiy sohalar vujudga kelmoqda. Bu esa hozirgi zamonaviy o'qituvchilarning o'z bilimlarini hamda mahoratlarini vaqt talablariga javob beradimi yoki yo'qmi bir tahlil qilib olishlari kerak bo'ladi. Insonning g'oyangizni topishingizga bilim yordam beradi, ammo haqiqiy ish bu g'oyani haqiqatga aylantiradi. Ushbu rasm orqali maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarni STEM bilan shug'ullanayotgani, ya'ni bu o'sha surat orqali qizil hamda yashil rangni bir vaqtda ajratib olish, shakllarni bir vaqtda ajratish orqali o'ng va chap miya yarim sharlarini shakllantirishga qaratiladigan metod qo'llanilayotganini ko'rishingiz mumkin. Bular ham xuddi o'sha misol bo'ladi tariximizga. STEM yondashuvining eng mashhur namoyandasi, ya'ni eng mashhur namunasi Massachusets texnologiya instituti MIT. Ushbu dunyo universitetining asosiy g'oyasi
Mens et manus aql va qo'l, ya'ni Massachusets texnologiya instituti bolalarga STEM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishishi uchun STEM kurslarini ishlab chiqdi va hamda ba'zi bir ta'lim markazlarini, o'quv markazlarini ham tashkil etdi. Statistikaga ko'ra 2011-yildan buyon STEM kasblariga bo'lgan talab 17%ga, oddiy kasblarga bo'lgan talab esa 9,8%ga oshdi. Bu esa butun dunyo bo'ylab STEM kasblariga bo'lgan talabning juda yuqori ekanligini ko'rsatadi. Lekin bunday yuqori talab nima bilan bog'liq? Ko'pgina mamlakatlarda STEM ta'limi ba'zi sabablarga ko'ra judayam ustuvor ahamiyatga ega. Yaqin kelajakda dunyoda, shuningdek O'zbekistonda ham muhandislar, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga ehtiyojmand bo'lgan mutaxassislarga talab juda yuqori bo'ladi. Uzoq kelajakda biz tabiiy fanlar bilan birgalikda texnologiya va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan kasblarga ega bo'lamiz va bunda mutaxassislarga albatta ehtiyojimiz ortadi. Mutaxassislar texnologiya, tabiiy fanlar va muhandislikning turli sohalariga keng qamrovli ta'lim va tajribaga muhtoj bo'lishadi. Integratsiyalashgan ta'lim. Xo'sh, bu ta'lim tizimi va fanlarni o'qitishning an'anaviy usuli o'rtasida farq nima? STEM ta'limi o'quvchilar ilmiy usullarni amalda qanday qo'llashni tushunishga kirishadigan aralash muhitni nazarda tutadi. Ushbu dastur bo'yicha talabalar matematika va fizika bilan bir qatorda o'z robotlarini ishlab chiqadigan va ishlab chiqaradigan robotlarni o'rganadilar. Darslarda maxsus texnologik uskunalar ishlatiladi. Xulosa qilib aytganda shuni ta'kidlashni istardikki, an'anaviy o'qitish usullari bilan taqqoslaganda STEM yondashuvi o'rta maktablarda bolalarni tajriba o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirishga, yakuniy xulosalar, yakuniy mahsulotlarni yaratishga, nazariya va amaliyotni samarali birlashtirishga imkon beradi va keyingi ta'lim, ya'ni universitetga kirish yoki bo'lmasam o'qishga kirish kabi xususiyatlarni osonlashtirib boradi. Bugungi mavzumiz shu ma'lumotlardan iborat edi. Vaqtingizni ayamasdan sarflab bizni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat.